Ballarım, seni kırılar. Ha? Kırılar. Babamla kışın oturaycı. Buraya kırılar. Mama, biz yeni hikaye anlıqlı geldik. Bizge hikaye etipesler. Hay tentekler, yeni hikaye anlıqlı kapsizlar da. Ma'qul, men sizlarga qaysi hikoyani aytib bersam bo'lar? Ha, o'ylab boqay. To'g'ri, men sizlarga o't to'qmoq degan hikoyani aytib bersam bo'lamdi? Ha? Burunqi zamonda bir bovoy bilan bir mo'may bo'lgan ekan. Ular bir daryoning bo'yida yashaydi ekan. Yo'qsizlik tufaylidan ular kishiga oldidagi bir jigdiga tayanib kun kechirdi ekan. Ammo ung'angi yo'nig'an degandek ularning bu jigdisiga bir to'p qog'a o'g'ilmoqda. Şunun bilen boğayının hayatında adamni hem güldürediğen hem azaplaydiğen şundakla nadallık bilen temakorluk, rastçılık bilen sahtbazlık, haqqaniyet bilen rezillik hürmetler erişkan acayip çekilişler. Hey, yeni ne yapmadılar? Qağı degan sho'rtum chiqyani qaqildaganda qiladi. Men jigdiga bir qarab boqay. Sizning kunlari aşı to'njigdan beqish bilan o'tamdi. Voy, qo'yib tasla. Yesi yemamdi. Xotin, to'liq qotildimi sancho? Sen yesi yemamdi degining bilan jigdini qog'iga yam qilib etib, qishda o'mashqa nima solasan deyman. Undaq bo'lsa-chi, ertadan kechgacha qoranchiqdek jigdining to'yida o't tasla. Hay, qanday qilish kerakligini o'zim bilaman. Sen bog'i aksini aralashma. Yok ol! Acayip ziriktim bu nakeslerden. Üçer kanatlarının içinde senin de aşk göz, kaşanlarını kömep tükenmen. Ademli ya aram huda yaşıkını koymadan. Ma qağılarının Mehmet bir herifning jigdisiga ugin vog'ini qaramandigan. Xat to'xtab tur. Men senlarga bir tetimaydigan bo'lsam. Hacetme eğer qattiq kunlar bo'lib ketyapti. Bu yo'qsizlikdan qachon qutulamiz? Pul boyga, suv soyga oqidi degan rost gap o'xshaydi. Ko'nglingni yerim qilma xotin. Bizgimi Xudoning buyrug'anlari borda. Xudo har kimning rizqini o'zi bilan belli yaratgan. Oldirma. G'o'ridan olib tuta degan gapni anglamaganmisan.
Ha, üzümü peş, ağzımı çöş deb, aşı to'ng jigdiga qarab o'ltiraman deslar, silimichu bek hamdam xiyol bo'lib qoldilar. Osh qog'i borkan, siliga bir tilmi jigdi qolmaydi. Ha, men jigdini shu qog'iga tashlab beramdim. Qarab tur. Atidan boshlab jigdi to'ydan qopmay o'ltirib jigdi vaqman. Mau ahmoq buvayni gapini qaramamdigan. Tova. Bismillah akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah, vallahu akbar. Ya Bismillah. Acep obdan olacak eriştin. Aval bu boyunun nerini yesen bula. Aldı bilen onun iki gözünü çokalap yey. Baba, tırlıp bağırlıklarına mübarek olsun. Beni koyuvesile, beni koyuvesile. Bilcarlama, sen uzaktan duyan nesibemge çan selip, meni boz getip geldin. Moşu bir tüp jigidinimi oram xuda, yigile koymadım. Teki bugün nomus kılmay, adamdek sözleysin ha. Baba, gepimni anlap beni koyuvesile. Ben seni tügmez boylık eriştirime. Sen ma, sen kağıma? Ben çıraylık geplerdi işini moşu künki kağan. Emdi senin gipinge kirsem, ömrümün ahırı da yine tügümez püşaymanga kalamen. Ha? Yak baba. Ben hergiz meseleni puşayman koymayman. Ben bolsam qağılarının en qeyrisi. Yeşim mıngdın açtı. Allah bana şundaq bir xislat ata qılgan ki, xalısam qağığa, xalısam adamga özgereleymen. Selenin təleyleri bakı. Ben siligi şundaq bir xasiyetli nesi berey ki, pütkül adımıza heyran qalsın. Doktor, seni mi bir kör bakay? Maqbul, ben bilen maqsıla.
Qarsla, bova. Merhamet qiling, bova. Nemi karamet bu? Umummu tushunmu? Yigit, sen meni jannatga boshlab kirgani o'xshamamsan? Bu jannat emas, bova. Tushlarim emas. Balki dal silining asli makonlaridir. Endi men sizlarga ajoyib, xosiyatli bir narsani sovg'a qilay. Av buloq bo'yidagi gilam silingan supuq qarsila. Yigit, nima deb eshakni gilamning ustiga chiqarib qo'yding? Aldırımızla bova, hazırlı bilip kalalar. Hadi. Man qarısla bova. Men bo'lsam, mushu sirliq makonda turaman. Mana bu eshak sizlarga vafos o'g'iz bo'lib qolsin. Bu eshakni shundoq mensizlar o'zlarini yo'l ustida ko'rlar. Agar mol dunyo lozim bo'lib qolib, tezaklar eshigim tezaklar, oltin tilla tezaklar deysizlar, u sizlarga oltin tilla tezaklar beradi. Dunyoda nadimi unda xislatli eshak bo'lsin? Ishonmasizlar, ana qarasizlar. Tova Xudoyim, mundaqmi xislatli eshak bo'ladi ekan ha? Qani bova, eshak mensizlar. Ammo aslida bo'lsin-ki, bu sirni hech kimga tinmasizlar. Xayr xo'sh vafodor yigit. Xayr xo'sh bova.
Ha, qadrlik ishiga menmi herib ketdim, senmi herib ketdim. Bugun mush tugmanda qonib qolin, ha? Oy, odam bormi? Odam bormi? Aha, mana. Aziz mehmon, amg'aylar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taqsir uzun yo'l besib herib ketdim. Bugun malol kemisi o'ylardi qonib qolsam. Obdan. Qo'nib qolsa bo'laverdi. Sizga kapimizda joyimiz chiqib qola. Rahmat. Mao ishigimgimi qarab qo'yala, ha? Obdan. Tugmanning kenida toza obdan cho'kib bor. Shu yerga chiqib bog'lab qo'yay. Yo'qsa. Taqsir. Eshakni eg'illarga kirib qo'ysizlar. Maylimisa, deganlardek bo'lsin. To'xta. Bir gapni samirlarga sep qo'yay. Lekin sen oltin tula tezaklar eshigimda yurmislar yana. Nima dedilar? Obdan. Xotirjam bo'lsizlar. Mehmon, men sizlar deganlardek. Rızkı gayet, didar ganimet bekken. Bana bugün özdürülen rahat dostuş. Sizlarga o'rin sep qo'ydim. Aramaslar. Oldu. Voy, nima ish qilyaptilar? Og'zingni shu. Acaba altın tizekleri kan işek mi bağımdı? Ya bu alçık kağan kerimdi. Emir olmasın. Bir sınat bakın. Altın tizekler işikim. Altın tizekler. Bu ne bir kâhmet? Kimse oğrudun alıp da depken. Kudamala
cheksiz boylik ato qildi. Dünyada muşundaq eshaklarmi yorilib deganda. Ulug' Xudo, mush eshakni eng kuchli bilishimga yordam qilgan bo'lsa. Esta. Nega yo'qolgandi bu odam? Jinab qochmagandi? Chiqib qarab boqayjimi? Nima qilyaptilar bu kechida? Uyqudan uxlamay. Önüne çıkama. Ağzını şu. Hem bir karametni eli görsen. Nima deydi Allah? Gaplarga faqat tushunmadi. Mağarabısı. Dal diyeyi beri. Hem bir sandık biri. İmamı bakıp karıp dursa. Mağla. Bunu giyeni keptirala. Avarı qilib qo'ydim. Xayramisan? Seferlerge aklı olmasan. Xudoga emanet. İnşallah, xo'sh. Hoş. Allah. G'oyib davlat degan mushi desilar. Endi mushi haddi hisobsiz mol dunyo bilan qo'limizni qayoq sunsak, shu yoqqa yetadi. To'qqizimizmi tal bo'lgan bo'ldi. Nasıl etsen Xudon? Nasıl etsen? Xudoy bizga. Badi. Endi men shundoq bir odamga aylanayki. Bütün ahli yurt jamoat hayronlikdan og'zini ichib qilsin. Endi sizlar haqning o'nini topilgan jabbarkash tugmanchi bo'lmaylar. Sen mi endi tugmanning suyini yoqlab, haqning tog'rining og'zini ichib, undirni qochilishib, tog'olirning og'zini bo'g'ishib bermaysan-da. Endi bu jur bizning bo'ladi desilar, bizning bo'ladi. Yo'q. Aldırma Xudon, aldırma. Biz bir-birlab o'ylaylik. Kim aqlli qilib, iylikni ahmaq qirg'a cho'ndirib qo'ymaylik yana. İnşallah to'g'ri dedilar dadisi. Xudoyimning bizga bergan bu mol dunyosini chondirmay hajlaylik. Vay vay vay.
Hay bovay. O şu işekning oltin tilla tezeklishiga zotli ishengim kelmaydi. Sil ömür boyu haqning oldin xaltisiga tushib kelgan. Bu navbatmi shundoq bo'lib qolarmikin deb ansirayman. Ağzını üşütme. Ben sana boğan işlerin hemsini dep bersem, yeni demiş ki yamını cıvaysan. İşekinin özü haram, küçü halal dep diken. Yamını kelse altın tılla tezeklep bämisi mi, canga esqasılıp oldu o. Ben bu işekinin altın tılla tezekligenligini öz gözüm bile görgen tursam. Ha, ma'qul, sili bor, men bor, qani ko'ramiz. Taqtimiz taq bo'ldi. Karomatlarini bir ko'rsatmamla. Oltin tilla tezeklaydigan qanday eshakdi o? Bir ko'rib baqsaq bo'pti-ku. Aldırmalar, sen tahir kılınlar. Ben kocamma işigimden karamtını kömekçiydi. O kişi kelsila, cezmen körüsla. Hocam geldi. Esselamu aleyküm begim. Kırık asla. Begim, bu yoq göster. Begim, kademlerge mübarek boğay. Hey bovay, karomatini bir ko'rsatmamsa. Obdan, emisi men işekle açıkay. Ben kocamdın ötünüdüğün bir iltimasım var idi. Eytişka tilim bağmay vatıdı. Qani ayta bovay, har qanday tiliking bo'lsa, o'rindashqimini men tayyor. İşigim tezekligen altın tıllalarını ben kocam öz kolu bilen muşiyedeki pıralağa bölüp bergen bolsa. Avval sen eshigingning karomatini bir ko'rsat. Kulluk ben kocam. Tezekle işigim tezekle, altın tılla tezekle. Tezekle işigim tezekle, altın tılla tezekle. Tezekle işigim tezekle, altın tılla tezekle. Tezekle işigim tezekle. Altın tılla tezekle. Mine resva kımıgın. Ben kocamdan aldı da. El cemaattan aldıdır resva kımıgın. Tezekle işigim tezekle. Altın tılla tezekle. Tezekle. Altın tılla tezekle. Kelim la! Nabay! Bağlan la! Hop! Bugün ben günahsız mağirahim kısla. Bu qerini bağlab, yüzleri urulsun. Mağirahim kısla. Bugün ben günahsız mağirahim kısla. Mağirahim kısla. Ey! Mana bize! Yapsan sonra kimden yapsan? Yana olmazsa? Bovay, ko'zlarini ochsila.
Doğular ketdi. Boy. Oh, yaratgan ege. Bu bizga nima ko'gilik, nima tatqiliq. Qaysi shayton o'yin eziq turg'anku. Dadisi eshakni yana bir tezaklatmamdiq. Nemiga aldiraysan xotin? Elim momon tukunga qilanda qasqami dumchibdi degandek shunchalik boyliqni apila-shapila tutib oldik. Yana oltin tillarga g'ashtimiz tushdigan bo'lsa, eshak yenimizda turibdi-ku. Eshak mening qo'limda bo'ladi ekan. U chaqda butun boyliqlarning hammasi oltinimdan kechib qutulolmaydi. Bu deganlarga durust. Olimades eshak qo'limizdan chiqib ketsa, oltin kumushlardan ayirib qolamizmi deb ansirayman dadisi. Og'zingni tosh! Ilohim, shundoq degan zuvoning tutilib qola. Eg'iz shugirgi boshqa, put shugirgi boshqa degan gap rostganda. Sening mushu shum og'zing bo'ladi ekan, davomli shumliqlarni chillab yuriysan. Bo'ldi qislar dadisi, bo'ldi. Nima chopib ketdilar? Mundaqli deb qo'ydim. Eshakdek qo'limizda turibdi-ku. Ya Allah. Og'zingdan mushundaq shumliq chiqirib, ot qo'yruqli qilsang, nima bosdi? O'ylab gapir, o'ylab. Osmon zaminingmi qulig'i vaqt bilansa, biz bu eng kuchli eshakka oson erishdikmi? Dunyoda sizlardek ahmoq odam bormi? Bir izzatqu yigitning gapiga oldinib, bir muncha baloga qoldilar. Mening gapimga kirgan bo'lsalar, toyoqni yemaydilar. Xalq olamning oldida rasvomi bo'lmaydilar. Hey, bundaq bo'ladiganligini kim o'ylagan deysan? Tangrining og'amchisi olsun. Tangri bu tilqisinchiligimni bir kunlari o'zi o'ngshaydi. Attinchi silimi o'zingizdan tushmay yetaverasizlar. Endi taqdirga tan berish kerak. Biz azaldan sho'rpeshoni yaralgan. Betalayga suv kelsa, Alloh ko'dan yo ketibdi degan gapni anglamaganmisizlar? Hey, bo'ldi, to'liq ko'tildimmi-g'ana? Eli yigit menga yolg'on gap qilgan bo'lsa, ilohim do'zax ko'ya. Agar u meni oldingan bo'lsa, tiligim ijobat bo'lib bir kunlari eshigim oltin tilla tezaklab qolar. Xislatli yigit. Ben bir muncha baloga qoldim. Menga yordam qilgin. Ko'ngillarni yerim qilmislar bova. Men sizlarga bir dasturxon hadya qilay. Rahmat. Agar qaysi vaqtda taom g'izo lozim bo'lsa, echil dasturxonim echil desalar, hamma taomlar oldinlarda hozir bo'ladi. Lekin aslarda bo'lsin. Yo'q ustida hargiz qo'ymasalar. O sirnimi hech kimga tinig'uchi bo'lmasalar. Rahmat yigit. Xo'shamsa, Alloh nasib qilgan bir kuni ko'rishamiz. Acaba
eshakning nemishqa oltin tilla tezakilganligini tapmaymi da? Bu yigit meni aslida qo'ldirib totamdi-da. Agar oldigan bo'lsa qiyomat so'rg'ini tatib. Men bo'lsa. Bu daftarni bir ko'p baqay.
assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aziz mehmon, bu yoqqa qadamlar yetib qopdi-ku. O'zlarini panoh tatib kelib qoldim. Kirsizlar. Bizda bir ko'rishgan to'nosh, ikki ko'rishgan tuqqan degan bir gap emasmi? Sizlar bilan biz qadimlardan bo'lib qoldik. Ishimiz sizga davomli ochiq bizlar. O'rtaslar. Qani. Amin. Allohu akbar. Xudo xayrlarini bersin. Deganlardek bo'lsin. Aras. Bu dasturxonimni obdaroq bir saqlab bergan bo'lsin. Ma'qul. Iliq eshak. U qo'tir eshakning gapini demayli qo'ysizlar. Men sizlarga dasturxonning gapini qilyapman. Ma'qul. O'tdan. Aslarga sen qo'yay. Lekin za og'izlardan echil dasturxonim echil degan gap hargiz chiqib ketmasin-jumi? Omonat xiyonat qilish dayuzlarning ishi. Sizlar xotirjam uyqularni uxlayapsizlar. Qani. Xudo menga yana bir xislatlik engishlar vatgan o'xshaydi. Mushkulotlarim texmi oson bo'ladigan bo'ldi. Qanot quyruqlarim yana uzraydigan bo'ldi. Xudo. Xudo. Yana Ahmet geldi, Ahmet. Dadisi, o'zlarini besib bilib gap qisilichi, yana qanday Ahmet geldi? Qara. Eliqi ahmaq qiri, yana bir xosiyat narsa kelgan o'xshaydi. Avval bu dasxani ichib, bir ko'rib boqaylik. Eşini yemesnikiga, kiyimni kiyemesnikiga deb tikan. Yuvashli bo'zaqqimiz qiyomat so'rg'i bor deydi. Bu galvan qeri bizga yana nima aytgandi? Gapni oz qil. Og'zing ichiladiganli bo'lsa, xuddi g'o'rmayning cho'chisidek chukuldab ketgansan. Undaq bo'lsa, bu dasturxonda nima karamat bor? Chaqarroq deymanlar. Ichim bek siqilib ketyapti-da. Chaqarroq deysizlar. İçil dasxıным içil. İçil dasxıным içil. Ne keramet bu. Vay vay. Oltun tizeklaydigan ishigim bilan 70 xil g'izo chiqirdigan mana bu dasturxonim meni har qanday podshodimmi boy qilib o'tadi. Ering endi boyojining qizini xotinlikqa olsa gaping chiqmas. Osh, to'li gap qilmay iymon taqligina o'g'ri. Qo'shilding a? Quruq gapni qo'yib, av galvankari uyg'ongacha mau dasturxonni almashtirib oladi. Albatta shunday qilamiz-da, jinim xotin. Mushunda xosiyatli dasturxonga o'xshaydigan dasturxondan birini darhol olib chiq. Chopsam bo'ladi. Ma'qul.
yana nagi borla? Bak hocamga xabar qilib o'tay. Xosiyatli dasturxonning karomatini ko'rib baqson, qo'liga anglamagan, ko'zi ko'rmagan noz ne'matlarni o'z og'zi bilan tetimigacha mening gapimga ishonmaydigan o'xshaydi. Voy sizlar ahmoq buvayning burniga tex suv kirmadimi? Ha? O eshakmichu tush ko'rikka puti bir sepilsa, ikkinchi u ko'rikdan o'tmaydi. Mening ko'zimga ko'rinib turadi. Sizlar xalq olamning oldida yana izi ahonatga qolala. Ha, to'liq ko'tildimi sancho? Xotin haq degan bog'o. Sizga sirtdan chiqmasligi kerak. Uqtimi? Bu buvayga nim bo'lgandi? Çöl jangallarda yürüp cinçatlışıp kaldım iyi. Ulu Xuda, aciz bendemni yaman yoldan yandırıp, müşkül işlerine asan kalaysın. Begim, helaqa ishni. Bu ishlarni biz endi keyin bildirib qolamiz. Xotirjam bo'linglar. Ota. Biz uni o'rlashtirib. Ota. Shunda xo'rsinamiz. Assalomu alaykum. Yana nimdab kelding? Hurmatlik bak hocam. O'zlarini xosiyatli dasturxonimning karomatini ko'rib boqsa ekan deb taklif qilib edim. O'zlariga malol kammasa. Sen yana meni ko'ldirlatmoqchimi? Bu qitim jiningga ezi bo'la? O'zlarini ko'ldirlatadiganqa beshim o'nmidi. Janoblarini dasturxonimning karomatini jamoat bilan birga ko'rsa deyishdan boshqa muddaim yo'q taqsir. Gapingdan qaraganda rosttakmi turdi. Lekin shuni saminga sap qo'yayki, o'tgan qatimdikisiga o'xshash bagligimizning avro inovatiga daxli yetkazsang, hargizmi bo'sh qo'ymayman. Haddim emas bak hocam. Agar dasturxonim haqiqatan xislatlik bo'lmasa oldilariga o'zim kelib xabar qilmagan bo'lardim. Bo'pti. Qani jamoat oldida dasturxonning karomatini bir ko'rsat. Obdan Bigil. Qani boy, karomatini ko'rsat. Echil dasturxonim, echil. Echil dasturxonim, echil. Bu nima gap bo'ldi? Echil dasturxonim qanday bu? Shunday ishdan chiqadi undan. Nima karomat bo'ldi? Yana baxo'jam shunaqda. Shunday o'xshaydi. Voy. Bu nemish bu? Meni o'sal qilmay, echil dasturxonim. Hey siz Gaday, sen bizni yana ahmoq qilyapsansa? Nim bo'g'anligini o'zim bilmayapman bak hocam. Mening silini aldash niyetim asla yo'q. Kelinglar. Labay, masaran qerini chiqib urunglar. Mana qeri. Begim, bak hocam, mag'valoldi. Mang deyma.
Fatem kaço. Vay huy. Vay Xudoyim. Bu nim ish. Men bo'g'alli sizlar. Voy voy. Voy. Bu nima tatbiqda? Bu nima ko'glikda bo'voy, ha? Bo'voy. Ko'zini asla. Bo'voy. Sen nima mening gapimni anglab qo'ymaylar, ha? Ko'zini asla. Bo'voy. Ko'zini asla. Voy Xudoyim. Voy Xudoyim. Bo'voy. Sizlar nima ish qilib mening gapimni olmaydi. Bo'voy tayoq zarbisidan nayta uzun o'rin tutib yetib qoldi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Taxtlar orasida bo'voyni sarong degan gap taqilib ketibdi. Bo'voy matam uch matam debdikan. Yilqi xislatlik yigitning yeniga yana bir qatim boray. Beşimga kelganni ko'raman deb o'ylab, yigitni izlab chiqib ketibdi. Ahiri ana shunda oxiratga qoldim yigit. Tushundim bova. Sizlar haqiqatan oq ko'ngil, soddikanlar. Xayr, bu eng oxirgi qitimkisi bo'lsin. Mana bu zar xaltining ichida xislatli to'qmoq bor. Agar kimdi-kim har qanday yo'l bilan bo'zaq qilsa, xaltining og'zini ochib, "Ur to'qmog'im, ur" desalar, mushkulotlari oson bo'ladi. "Tur to'qmog'im, tur" desalar, to'qmoq to'xtaydi. Qani, asıl. Rahmat yigit. Bu qilgan yaxshiligingni umr bo'yi unutmayman. Ma'qul emsa bova. Endi yo'llari ravon bo'lsin. Xudoyimga omonat. Xudoyga omonat. Xudo xayringni bersin. Omon bo'l. Bu nima karomat? O'ngmi tushunmi?
yediğin günah. Hey. Çekilsin. Dur değil mi? He? Sen bir kere. Hey! Lan naram yediğin göy! Seni koyunu batırsa tüzük bakmaysa! Seni tükmenge batırsam bakmaysa! Hep anlaşamsa yok! Bunun diki yanımı şuna kılıçlıkan basan parçığımı çıkırdı mı? Assalamu alaikum. Yok ulaş! Ve aleykümselam. Oturtulu mu? Kesle. Kadirlik mihman. Biz kon tonuşlardan bulup kaldık. Erip gittiler. Bugün bir gece hizmetlerde bolay. Kini, merhamet. Himmetlerge rahmet. Kini. Merhamet. Kini, kesle. Kollarını yuvasla. Kaçan. Bugün uzun yol yürüp, yer biçip gelgenler. Kini. Aldı bilen silini. Rasa bir optan kütüp olay. Amin. Allahu Ekber. Bir ömür tügmen çörüp ötüptüm ben gözle. Tapkan mal dünyayımga. Muşu katta ayvan sarayını saldırdım. Yurt ehli bütün el cemaat benim ağzım kılı karaydı. Kolum ne kayak kısınsam şu yak iyiydi dağım bu gitti. Hakikaten katta bayladın bu kapla. Xudo sizlarga omaddan bereket ato qilibdi. Allah Teala tiligimni icabet kıldı. Ben bunundan köp fırsat. Bir har oğanның bir ez bommığı var degan gap rast gap. Taqsir. Aziz birodarim, sizlar mening ovorchiligimni tortib, eshak va dasturxonimni obdan saqlab bergan edilar. Bugun mushu zarri xaltamnimi xuddi shunga o'xshash saqlab berishdan o'tinaman. Biroq shuni aslarga sep qo'yay. Lekin ur to'qmog'im ur deb qamsajmi? Qani sen ey? Labbay. Hocam, mavzer xaltini meni xonimga kirib qo'y. Bu mehmonning omonati. Xudo sizlarga yaxshi tushlarni nisib qilg'ay. O'ptaroq armilmasdan. Qani sen ey? Xo'sh, hocam. Mehmonni o'jirga boshla. Qani. Qani. Xotin. Xotin, bormi sen? Nim bo'ldi? Qachon ish qolganda kasirmay gapni aniq qilmamla. Elg'i ahmoq qari bizga yana bir boyliq ketdi. Nima? Boyliq? U galvan qari yana keldimi? Bu dunyoda endi bizning katta ikkinchi cho'ng boy bo'lmaydi. Bizga hech kim tankilanmaydi. Xudo u qerning umrini texim uzun, ahlini qisqa qilsin. Chaqqan bo'lg'otan bizni qandoq boyliq kutib turdi ekan, ko'rib boqayli, qandoq. Hey, oldirmislar, maxfiy g'azini kirib, andin ko'rayli. Shuna qilayli. Asla ko'rli. Ur to'qmog'im, ur.
Vay Kudayım bu neymiş bu? Ay canım bir şey var. Kudayım bu ne mümkün bu? Aslida senle mening qimmatli narsamni o'g'irlab, meni bir muncha baloyi ofatga qo'yib kelsan-da, omonat xiyonat qilganning oqibati mana mushu. Qani aytsa, eshigim bilan tasdiqinib qani. Baba. Daskan sandıkta eşek yığıldı. Çapsam bol koton. Bana bu aç koş. Çapsam bol. Tez bol. Gelin la! Bu ebkaklarını ödünç kalmayı rasa silin la! Senla nima qilishmoqchi? Nime qarab tursan? Zodi nima qilishmoqchi? Senim omon qolsin desang, oqinga qaytish. Çakkan urun la! Vur to'qmoqqa vur! Rosa vur! Vur to'qmoqqa vur! Senla bilan hisob kitobni qiyomat kuni qilishman. Değil mi? Xotin! Ha? Gül yurt, haqiqiy oltin tilla tezaklaydigan eshak bilan xislatlik dasturxonning sirini bilib ketadigan. Uncha valla aldirab ketmisizlar. Sizlar ikki qitim tumshuqlarga yedilar. Hammasi mush ikki narsaning kasofatidan bo'ldi. Bu navbat yana bir kelishmaslik yuz bersa, bu yurt bizga harom bo'ladi. Sen yana ishonmayotsan xotin. Avval ati eshak bilan dasturxonning karomatini ko'z tutib qo'yay. Ondan hamma ishni bilib qolasan. Menimi shu chog'da tushunib qolasan. Men ata meni saralab qopti deb tumbalaganlarning oldida o'zimning gunohsiz ekanligimni isbotlayman. Gaplardan qaraganda eshak bilan dasturxon rostilla bizni yana izo ahanatga qo'ymasmi? Sen bilan biz ömürlük qadinaslardan. Agar seni oldigan bo'lsam, mushu gapni qilgan tilim qurib ketsin. Hay. Shundaqmi sizning gaplarga hargiz ishongim kelmaydi. Andaqti sana xislatlik eshigim bilan dasturxonimning karomatini bir ko'z tutib qo'yay. İçil dasturxonim, içil. Nima degan karomat bu? Pah. Nima degan ko'p? Nima degan mezlik taomlar bu? Qandaq amdigo ishongansa? Yura, endi eshigimning karomatini ko'r. Yura. Ishondim.
Tezekle işigim, tezekle. Altın tilla tezekle. Oy. 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 Ben gözlerimga rostila ishonmayapman. Oy Xudoyim. Qandaq, xotin? Bunga nima deysan? Rostkan. Ma xotin, ala. Ya. Ha. Endi o ishongansan? Ishondim. Bu naz ne'matlarni bir oy yesakmi tugimigidak. Ala. Hocam. Hürmetli ben hocam. Fakat. Heliqi ahmaq qeyrining eshigi rostilla oltin bu tezaklaydi ekan. Nima deding? Men heliqi qeyrining eshigining oltin tezaklaganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu gaping rostmi? Men sizlarga Xudo nomidan qasam qilaman. Uning yana texi turli noz ne'matlarni chiqara oladigan xislatli dasturxoni bor ekan. Ha? Amisa bir nechanglar berib ko'rib kelinglar. Ma'qul. Qani bovoy karomatlarni ko'rsatsinlar. Obdan. Echil dasturxonim, echil. Nima degan karomat bu? Ya Rabbi. Nima degan isim sala bu. Isilgan. Allohu. O'xshab. Vah. Qandoq karomat bu nima degan isim? Nima karomat bu? Vah, Mahmudning o'xshab ketgan ekan. Bu rostilla xislatlik odam ekan. Heliq postachi uni qaqchoq qilmagan bo'lsa, buchoq uning karomatini ko'rib bo'lar ekanmiz. O'zining turmushimi allaqachon bayoshatlashib ketgan bo'lar ekan. Aziz mehmonlar, endi eshigimning karomatini ko'ringlar. Oltin tilla tezekle eshigim.
Rostken. Rasulullah. Dünyada şundaqmış bo'ladi ekan, ha? Eshitdim, kunlarsizligini ko'rmagan. Xudoyim tova. Qani mehmonlar, tillarni ilinglar. Aşı Afgan qeyrining ishiga rostilla oltin tilla tizaklamdi ekan. O qeyrining ishiga haqiqatan hisobsiz oltin tillar tizakladi. Beyxo'jam, bizmi o'z ko'zimizga ishonmay qoldik. Texmi yomini u saron qeyri shu oltin tillarni qalanda yalan to'shlay taqsim qildi. Shundaqmi? Tova. Jahonda mushunda xosiyatli eshaknimi ato qilgan ekanda. Bek hocam, mushundaq himmatlik xosiyatli go'harlarning qo'sig'iga topsa ustivesh yalang'och qiladigan tegi past gadayning qo'liga tushib ketishi biz uchun haqoratdan ofatdir. Bu qeyrining ishiga kunda mushundaq oltin tesaklaversa, dasturxonidan nozu ne'matlar chiqib tursa, namratchilik, ocharchilik ishida yashayotgan xalq cho'qim u tarafga eqib ketib, bir kuni beshimizga balo bo'ladi. Uning ustiga hozir xazina qurib qoldi. Mushundaq sharoitda bu go'harlarni xazinaga elishimiz kerak. Bu bayligimizning taxti, baxti bilan sek munosabatlik ishdir. Yuzbeshi, labbay. Bovayning eshigi bilan dasturxoni darhol xazinaga ilinsin. Qarshilik ko'rsatganlarning kallasi ilindi. Bosh ustiga bigim. Baba, çapsan bosla. Özlerim derhal daldığı asla. Beynin kalçıları eslinden daskallarıyla eşeklerin tatlıbiliş için bastırıp kilip atıdı. Bu aş göz münafıklar. Çapsan bulunla. Oy çakarlar. Heylinglardan yenip aqınglar qaytinglar. Oltin tilla bilan noz ne'matlar yurtni obod qiladi. Meni xotirjam gunohini qo'yinglar. Bu ahmaq holchilar. Sallamo. To'qmoqni yem bo'ladigan bo'lishdi. Ur to'qmog'im ur. Nan qıpıla. Bir to'qmoq shuncha bola odamni yengalamdiki. Hamma shaparmanlar atlansın. Bu qatim chigi pas qergadayning kallasini ilib, dasturxoniga yo'gab, eshigini billa qo'shib o'pkanmaydigan bo'lishsam, o'zinglarni dori ostida ko'rishsam.
Oy xotin. Helik choparmanlar. Kırılıp tugidi. Xudo bizga aminlik berdi. Sizlar haqiqatan qaltis chiqildilar. Ya xotin, men bir ojiz banda. Bizni o'rnimizdan saqlab, fuqarolarni zulmdan ozod qilgani mana shu xosiyatlik to'qmoq. Bu to'qmoq bagning jojisini berdi. Shundaq. Biz endi bu to'qmoqni chin saqlaylik. U avam uchun oltin tilla tezaklaydigan eshak bilan 72 xil taom chiqara oladigan dasturxondanmi bek muhim desizlar. To'g'ri aytsan xotin. Bu to'qmoq qo'limda bo'lsa, hech kim bizni bo'zga tanmaydi. Butkul avam xalqimi hech kim zulm salanmaydi. Sizlarcha endi bu yurtga kim bek bo'lar? Fuqarolar albatta adil, haqqoniyatchi bir odamni bek qilib saylaydi-da, bundan keyin bizmi xotirjam turmush kechiramiz. Sizlar endi heliq xislatli yigitga butkul yurt ahli nomidan rahmat aytsizlar. Osh xislatli yigit bizga bu xosiyatli narsalarni bergan bo'lsa, xalq mangu ohizor ichida yashaydi. Bizning muqaddimiz ko'tarilmaydi. Menmi shunday o'ylayotdim. Undaq bo'lsa men hozirda safarga otlanib, u yigitni yana qo'ray. Bo'ladi. Tüm ömrü yoksuzluk ve gurbetçilikte ötken Bovay bilen Momay ve avam halk. Ahiri bu möcüzünün yardımı ve küçü bilen aşım nefsaniyetçi beg hocalarının zoravallığıdın tutulup, ahirki ömrünü kuşal kuran bayaşatçılık içinde öttü.